juda ko'p odamlarni kuzataman-da men. Kuzatuvchi. Juda ko'p hofizlarni kuzatganman. Rosa ko'p ashullachi chiqqan, men chiqqandan buyon. Ularni kuzataman. Qanaqa yo'lda ketyapti, uni ham kuzataman. Shu xalqqa foydasi tegadimi, uni ham kuzataman. Odamlarning bolalarini tarbiyasiga, xalqning tarbiyasiga, o'g'il qizlarining tarbiyasiga foyda keltiryaptimi, ziyon keltiryaptimi, buni ham kuzataman. Televideniyega chiqib olib, xohlagan narsani aytsa bo'laverar ekan desa, u xato. Shu elda bolalari, masalan, go'day bolalar kim nima aytsa shuni yodlab olaveradi. Chunki u hali ko'rmagan edi uni. Kuyib qolishini bilmaydi. Jarga tushib ketishini bilmaydi yosh bola. Kuzatsangiz, yosh bola borib yonib turgan o'tni ham ushab ko'radi. Bilmaydi-da u. Jar bor desang bilmaydi, tushib ketib qolishi mumkin. San'atda ham shunaqa narsa borki, bolalarni tarbiyalaydi san'at. San'at shunaqa narsa. Shu xalqni o'g'il qizini tarbiyalaydigan narsa. O'sha paytdagi odamlar bilan hozirgi odamlar ham bir xil. Hammasi bir xil. Dunyo shunday turibdi. Hech qanaqa o'zgargan yo'q. Uyingga kirsang bilasan. O'sha necha yildan beri turgan uying shunday turibdi. Hech qanaqa o'zgargan yo'q. Quyosh ham necha yildan beri chiqyapti, botyapti. Shu oy shu, yulduz shu, yer shu, suv shu, tog' shu. Amerikaga o'xshayman yo falonchi davlatga o'xshab olaman, shunaqa yuraman, shunaqa turaman desang, 1000 yillab to'plangan ota-onamizni, buvalarimizni madaniyati o'ladi, yo'qolib oladi. U bechoralar hali endi 200 yil, 300 yil, 500 yil bo'lgan. Bu necha ming yilda tuzilgan bu maqomlarimiz, bu san'atimiz, bu yurish turishimiz, mana bu bir-birimiz, mana to'y yo'q boshqa joyda. Mana shu to'yni boshqa bironta Amerikada ham, Angliyada ham, Fransiyada ham, Italiyada ham boshqasida topolmaysan. Yo'q. Yo'q. Borgin ko'rasan. Borib yashasang ko'rasan. Mehmonga borsang necha kishi kelasan deydi. 4 kishi desang, men 4 kishiga loyiq bozor qilaman deydi. 5 kishi bilan borsang, hali 5-odamni kirgizmaydi shu. Mana shu ularning qonun qoidasi. Shunga o'xshayman desang, o'xshab olaver, shunday xor bo'lib o'tib ketasan. Shuning uchun san'atkorlardan iltimos, xohlagan narsangizni aytavermang. Xohlagan narsangizni aytaman deb, xalqni o'ynataman ekan deb, xalqni san'atini buzmang. Bir chiroyliroq bolalarimizni tarbiya qiladigan narsa ayting. Televizor o'zimniki ekan desang xato qilasan. Bu televizor seni yaxshilikka olib bormaydi. Umringni qisqartiradi. Xatoying ko'rinib turaveradi, qilayotgan xatoying. Buni bir shoir yozgan ekan. O'sha 4-5 ta ashullachi bilan o'tirib qolsa, hali kundalik ashullachilar bor, Adnan Razvi. Xudo haqqi, ular Adnan Razvi. Birinchidan o'zi aytmaydi. Mana shu Andijonli to'ylarida ham ko'rasiz, bu muzika chalmaydi hech kim. Lenta kaseta qo'yib qo'yadi, shu sen shunga o'ynayverasan. Mana 6 da boshlagan bo'lsak, hozir necha bo'ldi? 1 soat ashula aytib bera olmaydi ular jonli. Sababi o'shani so'zini ham o'zi bilmaydi. O'shalar gaplashib turib, endi u tugadi, endi qila olmaydi, endi bu yoqqa yo'q, endi o'zimiz degan. Buni shoirlar, bolalar eshitib, hali shoir emas, shuni yozgan yigit. Menga olib kelib berdi, men qiynalib ketdim deb. Biz kuzatamiz bularni, o'tkazamiz bularni. Keyin chiqamiz lekin.
Chunki men 40 yildan beri televizorga chiqmayman. 40 yil. 40 yil televizorga chiqma, o'lib ketasan. Mana televizor, mana o'tiribdi mana. Televizor shular.